Salom obunachilar, bugun sizlar bilan serverga kirish va mana shu Minecraft tortish haqida video chiqaryapman. Xullas, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, unda go. Birinchi o'rinda kirib olamiz va mana bunga kirib server IP yozamiz. Party.ru. Buni screenshot olishlaringiz mumkin. Keyin bo'lsa bizga istagan narsaga, masalan, dkros deb qo'yamiz va add server bosamiz. Bu ko'proq Wi-Fi da ishlaydi. Hozir internet bilan kirib ko'raman. Wi-Fi da yaxshi ishlaydi bu. Hozir o'chirish tugmasini bosamiz. Boshqatdan yozamiz. Party.ru. Sizlar bo'lsa xohlagan narsa bosamiz. Kiramiz. Va mana kay. Endi bu yerda hozir bir qop-qorong'i bo'lib turadi. O'zim hozir parol yozib qo'yaman. Bunga kirasizlar. Parol 123 deysiz. Akkaunt ochiladi, maza qilib o'ynayverasizlar. Kirgandan keyin bu yerda har xil turlar bor. Hozir lag bo'lyapti-da. Hozir Minecraft otdi. Chiqamiz. Bu yerda hozir Bargi, Poop va Bahrom men. Ular yanimcha survivalda o'ynayapti. Ular hozir endi internet yaxshi ishlamayapti. Videochidaman. Endi bo'lsa shu Minecraftni tortish haqida ko'rsataman. Xullas, menga o'ynash uchun 115 minut berildi. Bitta akkaunt uchun. Keyin bo'lsa yana boshqatdan kirib yana o'ynashingizlar mumkin. Ito 002. Xullas, endi bu Minecraft tortish faqat bu Minecraftni o'zi esimdan chiqarib qo'yganman qanday tortishni, faqat sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Birinchi bundan chiqamiz. Google'ga kirib Minecraft skachat 014 deb yozib olamiz. Keyin bo'lsa hozir kirib olsin. Hozir kiryapti. Skachat 014. Kirgandan keyin birinchida turgan yuklab olasiz, fayllarga kirib uni bosasiz va mana shu manakay chiqdi. Shunga kirasiz. Keyin skachat tugmasini bosasiz. Bu menda yuklangan, keyin yuklab olasiz-da, tortib maza qilib serverga kirib o'ynayverasiz. Bular asosiy Wi-Fi da ishlaydi, to'g'ri Wi-Fi da. Xullas, hammaga xayr. Kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yish esdan chiqmasin.